Assalomu alaykum. Mana bugun biz yana Yoqubjon Daryoda ustozimiz oldilariga keldik. Bir bemorimiz shu ustozimizga rahmat aytgani kelgan ekanlar. Shular bilan bir qisqacha reportaj tayyorlab xalqimizga bir yetkazay degan maqsadda keldik. Assalomu alaykum Kencha abi, yaxshimisiz? Sonlaringiz yaxshimi? Sizmisiz? Yaxshimisizlar hamdulillah. Men allergik asma boshlanishi bilan shu doktorga, Yoqubjon doktorga murojaat qilib kelgan edim. Allohga nafas olishlarim rosa yaxshilandi. Allohga ming qatla shukr. Bu Yoqubjon doktordan davo topdim. Sizlar ham kelishinglarni, boshqa kasalliklar bilan ham murojaat qilib bemalol davo topib ketishinglarni xohlayman. Shuning uchun sizlarga gapirishga qaror qildim. Sog' bo'lsinlar, baxtimizga yashab yursinlar ilohim. Topganlarga Allohim barakot ato etsin. Hamma shaydan shifo topib ketaversin. Bizni ham yana shifo topib, shu yerda yaxshi bo'lib ketishimizni Allohim o'zi mehribon, o'zi qo'llasin Parvardigorim. Hammaga rahmat. Kelishinglarni so'rayman shu yerga. Xo'p, endi sizdan bir qisqacha bunaqa bersangiz, tushuncha bersangiz shularga. Mana shu tabobat yo'nalishi bo'yicha bir hafta oldin bir qizimiz keldi. Allergik rinit kasalligi, asma bronxial boshlanishi natijasida nafas yo'llaridan doim suvoq turardi. Rinit bo'lib. Buni dorilarni men berdim. Dorilarni bermay aytdim, bir 5 kun, 4 kun chiqqandan keyin kelib murojaat qiling dedim. Haqiqatan ham qizimiz nihoyat xursandchilik bilan keldi. 5 kunda natija o'zi juda ham yaxshi natija berildi. Avvalo shifoni Alloh beruvchi ekan. Mana o'zlari gapirib berdilar. Mana bag'ga parhez qilib, yana bir 15 kun ichsalar shu dorilarni Parvardigor yaxshi bo'lib ketadilar. Bizga rahmat degani mana kelsalar bemalol. Bu kasallik bularda bir kunlik kasallik bo'lmagan. Bularni aytishga qaraganda necha yil bo'lgandi? 12 yil. 12 yildan beri bu kasallik bo'lgan ekan, bu kasallik. Nafas yo'llarida qisishlar, kechalari boshlari og'rib, o'sha nafas qisishlarni holatini mana 5 kun 4 kunda o'sha tabiiy yog'lar bilan davoladik. Avvalo natija juda ham yaxshi chiqyapti. Mana o'zlari qo'shimcha qilib bersalar, natijalarni mana o'zlari gapirib bersinlar. Dorini ichganingizda bir nojo'ya ta'sir qilmadimi? Yo'q, nojo'ya ta'sir qilmadim. Ishtahalaringiz ochilib, naborot ishlaringiz ham yengil bo'ldimi? Ha, yaxshi. Birorta ziyon qilib, Yo'q. sizga bir halgi ta'siri bo'lib, Siz qanaqa tushuntirgan bo'lsangiz, o'shanaqa holatda ichdim. Yaxshi, lekin faqat parhezni qattiq tuting. Bir oyda sizda 25 kun bir oyda Xudo xolasa kasallikdan qutulib ketasiz. inshaalloh. Faqat mana aytgan dorilarni qiling, boshqa dorilarni o'zicha qo'shmay turing. Sovuq suv ham ichmaslik kerak. Mana bu fantakolardan uzoqroq turasiz qizim. Morojni ham yemang. Morojni ham muzdan bo'ladi.